10 ming koy ep geldi ukam. Yaxshimi, qanday ahvolingiz, tinchlikmi? Yaxshimi, tinchlikmi, yaxshimi? Bilam. Mana. Bilam. Tutsam qiziqlar hozir. Kunda qizamda. Ilişkinden başlap şu künde iş küçükten kızılıp kaldı. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek, men hozirmush yeshoyan keldim. Ama inimizning farzand ekan. İsmingiz nima? Akbarjon. Akbarjon, siz nereden? Biz yakandan. Nima shu farzandimizni ko'rib, ras yurkim chidimidi-chu mening. Baldiroq kelaman deb o'ylagan, lekin bu aldirashchilik sababidan kap bo'lamdi. Mana hozir kelib hamda bir oz bo'lsin bir ko'nglimni ifodalay deb keldim do'stlar. Hamda tek bir yaş kırdım ha. Yoy, külpürüne bilen. Külpürüne. Hazır mı şu qanchaylıqdan başlap muşu halatda? 7,5 aydan başlap. 7,5 aydan başlap aqqan kesildi bilenme. Hazır hesapta 20 yılı oldu ma davalanıp atqılı. Mekilama bilem, kol gaz bulamdı. Vay bilem. Mana do'stlar, ko'rdinglarmi? Endi tek bir yaş kirgan farzandimiz mana oqqan kesili bilan mishada davolanib mana qiynalib. Men kimga qarab ketdingiz-ku? To'ndingizmi? Hozirgacha qanchalik hisob ketdi? Hozirgacha ish qilib 150 ming koy aslida ketib qoldi. 150 ming koydak. Ondan hozir kunda davolanish qanchalik ketyapti? Kunlik mazarma qansilib qo'ygan keyin sal chaqirib ketadi ish qilib. Bilan qansaldimi sizga? Og'irdimi? Gölüp koygan. Og'irmaganda bilan. Shoma azroq bo'lsin hamda jiq emas 10 ming koy ep keldi ukam. Mani shipin chiqib bagini. Yo'q. Mani e'lon. Ko'nglim. Hamda kunda 2 ming koydan pul ketyapti deysiz. 10 ming koy pul yeyishimiz bir 5 kun bo'lsin yete. Saqib ketisiz bilan ma'qulmi? Mana bilam. Saqib ketisiz. Arifa oching'izni bilamsiz bilam? Arifa oching'izni saqib ketgan. Nurg'un tordoshlar bildi-ku deymi Arifa desam, ha? Men mushu yordam qilishni boshlaganda tunji bo'lib yordam qilgan elq farzandimiz. Oxirda o qizimizni saqib ketdi. Mushu Elzatjonning saqib ketishini umid qilma. Shundala mushu jafo tortayotgan 6 oydan buyon mishat qiynalib qarayotgan mushu ota-onalarimo bir xotirjam uxlaydi qarindoshlar. Men sizlardan boshqa narsani kutmayman. Inkas rayoniga mush Elzatjon uchun, mushu bir jup ota-onalar uchun yurak so'zinglarni yozib qo'yinglar, gulgullarni avatib qo'yinglar, madad so'zinglarni yo'llab qo'yinglar. Muşunda kichik farzandlarimiz, hammanglarning farzandlari aman bo'lsin. Bunda kuniga qilishdan yiroq bo'lsin. Mening boshqa so'zim yo'q qarindoshlar. Hammanglarga tinch amonlik, xotirjamlik, sog' salomatlik yor bo'lsin. Dunyodagi barliq farzandlarimiz sog' salomat cho'ng bo'lsin. Suyutay. Saqib keting ma'qulim bilan. Saqib ketishingizni tilayman bilan. Saqib, maktabda o'qib, cho'ng bo'lganda jiq adashlaringiz bo'ldi, o'ynaysiz, ma'qulmi? Akilingga. Logo qilaylik. Gapimiz gap, va'dimiz va'da, qo'ymaymiz yada. Ma'qulamsa, qarindoshlar, hammanglar omon bo'linglar. Tinchlik, omonlik yor bo'lsin.